medoviy bo'lsa-da, yumshoqqina bo'lsa, tayyorlanishi oson, kam xarj bo'lsa. Ana o'shanaqa ideal yumshoqqina medoviyni teppa-tekinga mastaga o'rgataman. Maqtanishmas u, bunaqasi faqat mani profilimda bo'ladi. Chuqur idishimizga 5 dona tuxum, 1 piyola shakarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Soda va uksuzni aralashtirib, uni ham solamiz, aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz. Gazga qo'ysa bo'ladigan, tegiga olmaydigan alyumin idishimizga 1 piyola asalni solib, xuddi shu ko'rinishga kelgunigacha kuydirib olamiz. 250 gram margarin va yarim piyola suvni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Asalli massamiz qaynoqligida tuxumli massamizga ingichka sloy qilib quyib, yaxshilab aralashtirib turamiz. Elangan un va razrixlitselni solib, videoda ko'rsatilgandek quyuq suyuqlikda xamir qilib olamiz. Massamizni teng 3 qismga bo'lamiz va har birini 10-15 daqiqadan pishirib olamiz. Aytgancha, sifatli oshxona naborlarini, bitovoy texnika va tegiga olmaydigan ideal kastrulkalarni Albinos profilidan xarid qilsanglar bo'ladi. Tezda ulanib olinglar. Go'shtlarimizni sovutganini olib qo'yamiz va qaymoqli kremni tayyorlab olamiz. Muzdekkina qaymoq va muzdekkina vareniy molokoni quyuqroq massa bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Medoviyli yumshoq chiqishini asosiy siri albatta asalli suv bilan ozginagina propitka qilib olinglar. Kremimizni 3 ga bo'lib olamiz va har bir qavatini kremlab, medoviylarimizni terib olamiz. Oxirgi qavatini teskarisini solamiz va chetidan chiqqan urvoqlarini sita yordamida xuddi shunaqangi qilib chiqsanglar, bir tekisda idealni chiqadi. Tayyor medovikimizni bir kechaga xolodilnikka olib qo'yamiz. Yumshoqqina chiqadigan bu medovikni albatta yaqinlaringiz uchun tayyorlab bering. Yoqimli ishtaha.